Bismillah, assalomu alaykum. Mana gaza bolalarimizni olib kelib berishda davom etyapmiz inshaalloh. Kuniga 320 tadan olib kelib beryapmiz. Ikkinchi reys ertamadan bir reys olib kelamiz. Hozir akalarimiz dam olishyapti ro'zalik uchun. Xudo xolasa. Mana ko'pchilik D600 markali gaza bo'lak shu shelkadan chiqib kelyapti. 1 kunlik, 2 kunlik gaza bo'laklar. Mana treshina tushgan yo'q. Mana bemalol. Mana namlicha urilib ketyapti. Bugun chiqib ertansi kuniga kelib urilyapti. Mana gaza blogimiz. Mana tepasida sismasi ham kuyilgan. Mana birorta treshina tushgan yo'q. Gaza blokda ham gaza blogiga farqi bor. Endi biz birovlarga u bu degandan ko'ra o'zimizni ustimizda ishlab sifat uchun ishlayapmiz. Mana bu yog'i ham bo'lsa. Mana o'shan sekin kadr qilyapman. Treshina yo'q. Mana bu yo'llar ham bo'ldi. Xudo xolasa gaza bolalarimiz D600 markali gaza blok sertifikati bor. Bittasi 28-29 kilo chiqadi. Hozirgi nam holatda 30 kilo. Qurisa 27,5-28 kilo chiqyapti gaza blogimiz. 160 tadan keladi, 5 ta paddonda, bitta paddon 32 tadan. Xolasa hozir 2,5 mingta ketyapti mana shu uguliga. Endi bu tomoniga ham bir 2,5 mingta ketsa kerak. 5 mingta ketadi mana shunga. Orqada obyektimiz bor. Ega ko'proq ketadi ham deyapti. 10 mingta mo'ljallashgan, endi menimcha ko'proq xudo xolasa inshaalloh. Xudo xolasa. Shunda ro'zada usta kelamiz. Qiynalishyapti. Alloh dargohida qabul qilsin ro'zalarini. Bugun kunimizga chislali esimda yo'q, mart 15 mi 14 mi adashmasam gaza bo'lamiz.